Assalomu alaykum hurmatli yig'ilishimiz ishtirokchilari, hurmatli fraksiyadoshlar. Ruxsat berasizlar, kun tartibidagi masalalarga o'tsak. 3 oyda biz 100% qila olamizmi? Onkologiya xizmatini Ajratilgan byudjet mablag'larini maqsadli va vaqtida o'zlashtirmaslik sababi nima? Aynan yomg'ir yoqqan paytda tashabbusli byudjetda amalga oshirilayotgan, ya'ni asfalt qilish ishlari amalga oshirilayotgan. Hatto biz tashabbusli byudjetda yutgan bo'lsak ham kerak emas bunaqa paytda asfalt qilish kerakligi haqida ijtimoiy tarmoqda aylandi. Bu borada nazorat qiluvchi organlarning fikrini bilmoqchi edim. Tegishli qaror bilan mablag' ajratilgan. Gepatit bilan kasallanayotgan aholiga bugun dorilar vaqtida yetib bormayotganligi. Bugungi kunda yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazyapmiz. Tez yordam xizmati bor. Bu o'z navbatida qon va qon o'rnini bosuvchi mahsulotlarga nisbatan ehtiyoj. Demak, shunday paytda nima sababdan gemokonteyner uchun ajratilgan mablag'larimiz kam? Jazoni o'tash muddatidan ilgari ozod etilganda endi jazoni o'taladi deyapti-da, bu yerda savol paydo bo'ldi. O'shanda qaysi vaqtdan boshlab o'talishi belgilanadi? Bu qonun juda ham muhim. Albatta, ekologiya fraksiyasi o'laroq biz albatta ekologik har bitta qonunni loyihasini qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Qonun pishiq bo'lishi kerak. Bugun ekologiyadan hamma umidvor. Ekologiyaga bugun ehtiyoj bor. Ekologik toza hududlar faqatgina mana shu yo kurort, yo rekreatsiya zonalarida tashkil etiladi, to'g'rimi? Mahallalarda yo bir chiroyli joylarda qila olmaymizmi shu narsani? Mazkur taqdimot ovozida bor, hozirlar munosabat bildiradi.